Assalomu alaykum. Men Elmurodova Xoldan Esirgapovna, Samarqand viloyati Pazarxon tumanidanman. Navoiy viloyati Xatirchi tumaniga qarashli Chariqul Shaymatov Gavhar klinikasini eshitib, mana shu yerga tashrif buyurdim. Kelgan vaqtimda ahvolim juda og'ir edi. Ko'zlarimni ocha olmay, davlinam kuchliligidan keldim. Bu yerdagi doktorlarning barchasi ko'rib meni qanday chidab turdingiz bunday ahvolga xola deb nima qilishdi va o'zlari yordam ko'rsatishdi. Mana shu doktorlarning barchasidan men juda ham minnatdorman. Mana bir kunda bo'lsa ham ko'zlarim ochilib, boshlarimdagi ko'z og'riqlarim hammasi yo'qoldi. Shundan minnatdorman juda ham. Kelingizlar, mana ko'rsatingizlar. Har qanday balnisaga, endi hamma balnisani men yomon demayman. Borib operatsiya qildirmasdanoq mana shu yerga kelsalaringiz, hamma asbob uskunalar bor. Hamma sharoit muhayyo. Juda ham ajoyib joy ekan. Men juda ham minnatdor bo'ldim doktorlardan ham, mana kelgan, mana ko'radigan apparatlaridan ham, har bittasini muomalasidan ham. Ayniqsa mana shu Chariqul Shaymatovga, Ilyos doktorga, Zarif doktorga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman. Katta rahmat bu kishilarga. Sog' salomat bo'lsin, xalqimiz baxtiga omon bo'lsin, hamisha ishlari o'ngidan kelsin.